Assalomu alaykum dadam. Va alaykum assalom. Yurasizmi dada? Ha? Doni sen o'tirib men allaqachon tushuntirib yuboraman. Ham og'aynimni do'di ikki tushli joyga olib borib kelasiz. Chilonzor, Farxatskiy keyin qaytarib olib kelib qo'yasiz. Nechi pul bo'ladi? 100 ming bo'ladi-da bolam. 100 ming qimmati do'da 50 ming bo'lsa ketamiz. Insofing bormi bolam? 3 ta lokatsiya bo'lsa 100 ming yaxshi narx etdim. Bizga to'g'ri kelmas ekan, Doni tushib boshqa mashina chaqiramiz. Ha, telefonni ochi, qanaqa telefon ekan o'zi? Mana. Buni 100 lik urib yorsa kerak. Malikiga telefon qilgan bola nechi pulga olib qolar ekan? Xos. Voy. Telefonim taksida tushib qolibdi. Jinnimisan? 100 dollarlik telefonni olib 16 Pro Max tushiryapsan. Men telefonni olganda telefon qadashib siznikini olib ketib qolmandi. 100 minglik joyga 50 ming beraman deydi. Insof ham qolmaganda. O'zimni nomerimmi? Alo. Dada, men hozir mashinangizdan tushib qolgan klientman. Hop. Ha, o'zimni telefonimni olaman deb adashib siz telefoningizni olib ketib qolman. Ha, bolama. Ha, sen o'qigan kitoblarni men yozganman-ku. Ha, o'g'rini qaroqchi uribdi-de. Omon bo'lasan, bolam.